15 tonangiz ham qancha pul bo'lyapti? 10 ming dollardan oshyapti. 10 ming dollar rasxod qilayotganimiz yo'q. Yana katta rasxod bo'layotgan joyi yo'q bu yerda. 80 million, 70 million foyda qilyapmiz. Kuzgi jarayonda kim bor qilayotgan? Qovun sotib kerak bo'lsa qila olmayapti. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, hurmatli dehqonlar. Mana bugun biz Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida Abduvali akamning dalalarida seminar tashkil qilganmiz, hurmatli dehqonlar. Ungacha sizlarga ma'lumot o'rinda Abduvali akam bilan hozir bu yerga Sakata kompaniyasining Triton va Naxus duragaylari ekilgan. Abduvali akam o'zlari hozir bu yerga qancha maydonga ekkansiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum azizlar. Mana shu 1 gektar maydonga Yaponiyaning Sakata firmasini Triton duragalari ekilgan bloklari. Ayollar demak terim qilayotgan joydan u tomonida Naxus duragayimiz ham ekilgan. Bu yerda 2 gektar maydonda Naxus, 1 gektar maydonda demak Triton duragaylari ekilgan. Endi Abduvali aka, bu Triton duragaylarimizni o'zingiz urg'un tashlab, o'zingiz ko'chat qilgansiz, to'g'rimi? Ha. Xuddi shu yilda 1-iyul kundan boshlab kasetalarga 104 talik kasetalarga ichkarida teplitsaning ichida soyabonlar qilinib, shu soyabonlarning tagiga boya urug'lar qadargan. Shu urug'lar o'sib, unib, yetib chiqqunicha 40 kun davomida, 37-40 kun davomida saqlanib, dalaga ochiq maydonga ekilgan. Egatlar olingan, egatlarga suv qo'yilgan holda, shu suv qo'yilgan holda nam holiga ekilgan. Endi shu ekish sxemasi necha bo'lgan? Oralig'i necha? Ko'chat sxemasi, ko'chat sxemalari, oraliqlari 80 da ishlangan, 80. Ko'chat oraliqlari 1 metrda 3 tadan ko'chat bor. 33 santimetrga 30 santimetrga ekilgan. Kadrda ko'rayotgan bo'lsanglar, hurmatli dehqonlar, bu Triton duragayimizni eng asosiy gibridning xususiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, demak gibridimiz shunaqaki, demak 50-60% bitada tayyor bo'ladi. Xuddi shunday. Bir-biriga yetilish jihatdan yetilishi yaqin. Masalan, Naxusni 4-5 terim qiladigan bo'lsak, 1 gektar maydonni, Tritonni 2, ana borsa 3 marta terish mumkin. Terish jarayoni nihoyatda bitta mavsumda o'tar ekan. Bir oraliqda, bir mavsumda. Tez yetilgandan keyin, demak, ish kuchi sarfidan 2 marta yana terimchi olib kelsangiz, 10-15 ta terimchini xarajatidan yutasiz-da. Keyin birdaniga yaxshi mahsulot, ko'proq mahsulot chiqqandan keyin dehqonni ham qo'li nimiz yaxshi daromad ko'radi-da. Shuning uchun hurmatli dehqonlar, mana seleksiyani yangiliklari, yildan yilga yangi duragaylarimiz ham chiqyapti. Albatta sizlarga bu duragaylarni ham tavsiya qilib qolamiz. Bundan keyingi jarayonlarda mana seminar davomida ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Shu holatga yetguncha necha marta o'g'itladingiz, necha marta shu kasalliklarga qarshi yoki zararkunandalarga? Bu holatga kelguncha 2 marta tagidan oziqa berildi, karbamid berildi, hektariga 400 kilogramdan 2 litr berildi, 400 kilogramdan selitra berildi. 2 marta 800 kilogram ketdi. 2 marotaba tepasidan ximobrobotka qilindi. Zararkunandalarga qarshi 2 marta kasalliklarga zararkunandalarga sepildi. Asosan ifodani entaloch, entaslan ikkovini qo'shib sepilyapti. Shira hech qanaqa zararkunanda ko'rinmadi. Buni o'zi kasallikka nihoyatda chidamliligi bilinib turibdi. Boshqa navlarni ham ko'rganman, lekin boshqa navlarga nisbatan Tritonda kasallik nihoyatda kam sezilar ekan. Hozir mana buni o'sishidan ham ko'rishimiz mumkin. Demak, 1 gektar maydonga necha mingta ko'chat ekilgan? Hozir 1 gektarda o'rta hisobda mashitda 40 mingdan ziyod ko'chat ekilgan shu 1 gektar maydonga. Endi hurmatli dehqonlar, bugun seminar jarayonini kuzatinglar. Rahmat e'tiborlar. Hammaga tavsiya qilib qoladigan narsamiz nihoyatda chidamli, kasalliklarga bardosh beruvchi. Mana shu maydonga ishonsangiz 4 marotaba suv qo'yildi. 4 marotaba suvda shu holatga keldi. 4 marta suv bilan. Ha, 4 marta suvda shu holatda turibdi hozir. Yaxshi. Baylari katta, tagida namini yo'qottirmaydi. Baylar o'sib olgan keyin namlari ham ketmaydi. O'zi shu holatda saqlab turibdi. Ana gibridda yana bir ochilmagan qirralarini ochib beryapsiz. Toshkent viloyati sharoitida bu endi tuproq muhitidan ham kelib chiqib, baland ko'chatlar nihoyatda baland. Mana ko'rib tursiz, ko'chat nihoyatda baland.
har qanday fermer xo'jaliklari bo'ladi, yakka tartibda dehqonlar bo'ladi, mas'uliyat cheklangan jamiyatning rahbarlari bo'ladi. Mana birga hamnafasda birgalikda ishlashga mingdan-ming rozimiz mana. Tajriba almashishga mingdan-ming rozimiz. Hurmatli dehqonlar, mana shu yangi yo'ldan demak Gulbahorga ketaverishda Gulbahor degan demak yozuvga yetmasdan o'sha o'ng qo'ldagi karta. Beminnat, beg'araz qo'limizdan kelgancha mana shu tajribalarni xulosasini aytgan holda kimlargadir tavsiya berish beminnat, beg'araz bo'ladi. Shuni aytib qo'ymoqchiman. Mana Abduvali aka shu yillar davomida yiqqan tajribangizni shuni o'rgataman deyapsiz. Bu ham katta narsa. Hurmatli brokkoli ishqibozlari, ekmoqchi bo'lsanglar, mana Abduvali akam bemalol o'zlarining shaxsiy raqamlarini ham berishimiz mumkin. Xohlasanglar, agar o'zlari ham xo'p desak, kommentariyaga ham yozib ketishimiz mumkin. Yozib keting, beg'araz, beminnat, xudo xolasa yordam qilamiz. 860 ming. Buni qo'ying-da. Bizning standart shu. Razmeringiz. Razmeri, ha. 2 kilosi mana 860 gram bo'lgan bo'lsa, bu juda yaxshi ko'rsatkich-da. Juda yaxshi ko'rsatkich. Tasavvur qiling, mana bundan 6 ta qo'ysangizda, o'sha haligi kvantiz chiqib keladi-da. To'g'ri. Ha. 140 gram bo'lsa, demak yana 1 kilo bo'lar ekan. Lekin o'zini holatini yaxshi ushlab turibdi. Nimasi kalibri kattayib ketadi. Bundan balanib o'zi mumkin emas-da. Mana shu standartning yuqori pog'onasi. nimasi hajmga nisbatan massasi yaxshi chiqadi, o'zini holatini yaxshi ushlab turibdi. Maxsusga nisbatan bu plutni ekan-da. Plutni. Gulg'unchalari ham bir-biriga yaqinda. Mana Maxsus. Mana teshigi yo'q. 364. Mana shu eksportga ketadi. Mana bunisi, mana teshigi yo'q, lekin chempioni shu bo'lib qoldi. Tonnaga triton ko'p beryapti. Va ichki ko'rinishda ham tritonda ancha nimasi zichligi yaxshi-da. Zo'r, tritonda Gulchoqlari ham yaxshi shakllanadi. Faqat buni e'tibor qiladigan bo'lsak, mana rang borasida ham tritonning rangi yana ham yaxshiroq. Yaxshiroq. Mana bu sal bargi ochilganda, oxirgi uzumlar. o'sha bargi ochilgan sal nimani hisobiga, sovuq hisobiga sal rangi o'zgarish boshlagan o'sha hozirdan. Tugab qoldi. Tritonni faqat o'sha tik o'sadi, bargi tik o'sish hisobiga o'zini hali sovuq havo oqimidan himoya qiladi-da, rang saqlashi ham yaxshi bo'ladi. Faqat ildiz tizimi mana barg poyasidan ham qarasak, nisbatan baquvvatroq-da. Baquvvat. Bergan o'sha azotli oziqani ko'p bergandan keyin bu o'zlashtirish yuqori bo'ladi. O'sha hisobiga nitrat ko'pligi hisobiga birinchi marta g'ovaklik kelib chiqadi-da. Bunga o'sha kaliyli oziqa, mikroelementlarni suspenziya qilish kerak, kamida 2 marta buni. Bu oziqa ratsioni bilan boshqarsa bo'ladi buni. Biz endi faqat shu dehqonlar faqat brokkoli emas, qanday ekin bo'lsa faqat karbamid selitra beramiz asosiy oziqa sifatida. Boshqa o'simlikka bermay qo'ydi. Boshqa Sababi anaqa tomoniga nima deydi? Kamroq xarajat, ko'proq daromad qilamiz deyapti. Shuni. Shunaqa bo'lyapti. Aka, bu tur uzdimda men. Bu tur tritonni mashg'ulot ekan bu yerda. Bu tur ekdim. Naqsga qaraganda 10 tonna oshiqroq berar ekan. Tritonmi? Ha, triton kuchli ekan. Sababi bu tur ekib, buni tajribadan o'tib, o'zim ham ekkanman. Hozirgi talab kuchayotgani triton. Shundaga boya aytganingiz Rustam aka qarang, buni agrotexnikasiga, ishloviga, o'g'itiga ahamiyat berib bo'lsa, demak Maxsusdan kuchli ekanda. Buni agar nima massasi tarbiyasini qilsa, massa beradi. Massa beradi. Eng asosiy massa beradi. Ko'rinishdan ham qarang, buni qarasangiz, uni ichki ko'rinishi bilan buni ichki ko'rinishdan ancha farq. Bu ham o'zimizniki, bu ham o'zimiz. Sakata emas. Endi hozir men 300 gram chiqyapti, 300 gram bozorga beradigan bo'lsa, 35 chiqmaydi. Qancha kerakmi? Pichoq akbar. Eksport agar uni chunki Bittasidan bitta olib kel. buni eksport qilsangiz bu dalani qoplamaydi bu. Shunday. Bu massa berishga bu ekkaningizni qoplamaydi bunaqa hosil beradigan bo'lsangiz. 111 gram. 112 gram. Hozir paketga, eksportga mana shu Endi 300 gramdan hech kim bermaydi. qulay shu bo'lib qoldi.
300 grammga bermaydi chunki dehqon 700 gramm. Nima bo'ladi? Mana Au, ko'radi. katta bo'lgan Mana bunaqasini ko'radi. Yo'q, mana buni ko'rardida, ana 700 grammlik bo'lsa. Kattasidan bitta olib kelgan. 800 bo'lsa, pulotnisini ko'rardi ular. Partenonni biza mana Naxxusdan boshlaganmiz 19-yilda. Unda birovlar Partenon ekganda eplolmagan, teshik bo'lgan, katta bo'lib ketdi, bir bola bo'ldi. Biza keyin 20dan 21-yilga o'tar yili biza tajriba qilib, Naxxus ko'proq Naxxus ekdik, yoniga bitta 1,5 gektarcha Partenon ekdik. Juda zo'r chiqdi, yer bilan osmon bo'ldi. Ayniqsa bu ham tritonga o'xshagan zich bo'ladi-ku. Zich bo'ladi, kilo. O'zaklari ham juda qalin, baquvvat bo'ladi. O'shani biza agrotexnikasini to'g'ri qilib, teshiga ham, havoga ham hech narsa bo'lmadi, cho'tki bo'ldi. Ana o'shandan keyin men Naxxusni kamaytirib Partenonga o'tdim. 3-4 yil davomida faqat Partenon sotib olaverdim sizlardan. 550 gram farqi bo'lyapti. Alo. Qarang. 550 gram. Endi 500 gramdan 30 ming ko'chatni o'zida 15 tonna hosil degan so'zga 15 tonna hosil degan so'z. Qarais. Yo'q, gapingiz to'g'ri. Hozir eng kuchligi shu bultur ekkanimda, lekin men tritondan eng zo'r hosilni men olganman. Hali yer zakkashligi hisobidanmi yo bir boladanmi? Obrovodgasini yaxshi berganman. Teshik chiqmagan. Asosiy nimani oziqa ratsion to'g'rilasa bo'ldi. Buni muammosi hal qilsa Shunda bo'ladi. qarang, oziqa ratsion degani mana mendan 5 gektar ekkanman mana shunda. Triton emas, menda Naxxus faqat ekkanman. Menda teshik kam, 10 tadan bitta chiqadi. Chiqsa 200 kilo amofos berganman, 500 kilo karmamid, 500 kilo silitra berganman-da. Lekin ko'chatni ham o'zim tayyorlayman-da. Ko'chatligida siz aytganingizdek hamma kaliy ham, temir modda ham hech narsa qolmadi. Hammasini berdim-da. Ha, mikroelementdan to'ldirgan. Ko'chatligida berganman. Tashqariga chiqqandan keyin faqat endi qurtga ishladi. Qurt ko'p bo'ldi, hammaning xabari bo'lsa kerak. Men tashqarida suspenziya berishga o'zi tutmadim. Bir martaba berdik, ha, nima? Bir marta berdik. 860 gram chiqdi. Bilan aralashtirsak o'zini aniq qilishga. Bu o'sha mikroelementlar nisbati o'zi har qanday organizmda juda kam bo'ladi. Misol uchun odamda oddiy o'tgan safar seminarda ham aytdik, yod yetishmasa butun gormonal o'zgarish bo'ladi organizmda. Lekin mikroelement nisbati juda kam. Xuddi mana shunday o'simlikda ham endi dehqonlar deyarli hamma dehqonlarimiz o'rgangan asosan selitra karbonat beriladi bu o'simlik. Sizdan faqat karam sho'rva ichaversa odam bo'lmaydi-ku. Shirin narsani xohlaydi, organizm uglevod xohlaydi misol uchun yoki o'sha energiya manbaini beradigan fosforli oziqalarni xohlaydi. Xuddi o'shanaqa o'simlikka misol uchun mana palay ko'ryapsiz, buni ildiz tizimi baquvvat, foyasi baquvvat, bargi baquvvat. O'z-o'zida o'zlashtirish quvvati ancha yuqori bo'ladi. Ana Naxxus palaki, u ham o'zimizniki. Naxxus palagi bilan mana shu uzoq masofadan bilinib turibdi farq. Demak, qancha nimasi vegetativ organi kuchli bo'lsa, shuncha oziqani suvni yuqori o'zlashtiradi-da. Bergan azotni misol uchun aytaylik 30-40% ni o'zlashtirsa, bu 60-70% ni o'zlashtiradi. Ildiz hajmi yuqori bo'lishi, vegetativ organlar yuqori bo'lishi hisobiga. Keyin bu g'ovaklik kelib chiqadi-da. Bu faqat nitrat hisobiga bo'ladi. Suvdan qantarsa qanaqa bo'ladi bu? Suvdan qantar yo'q, o'simlikda. Buni 80% 90% suvdan buni Akbarjon. Buni men umuman suvdan qoldirmaganman-da. Bularni tartibi bilan mana ekamiz, men Akbarjonga ham aytaman, har yil suvli joydan ol yerda harakat qil deyman-da. Ham mehnat ham kam bo'ladi, suvga xarajat ham kam bo'ladi. Endi bu mana shunday bu oxir quloqlarda, buni yomonlashamas. Meniki bu bosh quloqda, menda suv zo'r-da. Men bunga kelganda nitrat tushunmaymiz bu narsani. Men aytdim-da, buni suvdan qoldirgansan. Sababi menda suvdan qolmaydi umuman-da. Tagida nami qochdimi, nami qochirmasi, iloji boricha tez-tez sug'oraman-da. Bular 15 kunda ham bir berdingiz suvni. Bu nafaqat brokoli har qanday ekinda o'sha ilmiy asos bo'lishi kerak bo'ladi. Chunki bu ratsion o'zi ham ba'zida kamlik qilib qoladi. Obg'oni kelishiga, obg'oni o'sha kamida 1 oylik, 20 kunlik prognozini olib, agrotexnik tadbirlar amalga oshirish kerak bo'ladi. Endi bizlarda hozircha sekin-sekin o'zgarish bo'ladi. Siz shunda hozir bizga buni ko'proq ekish tavsiya etyapsizmi? Ikkalasi ham sizda urug'ingizku. Ikkalasi ham o'zimiz. Bu tanlash aka dehqon ixtiyorida bo'ladi. O'zini ixtiyorida. Biz har ikkalasini plus minusini mana ochiq ko'rilyapti, ochiq aytilyapti aka.
o'tgan yilgi mavsumda Shuhrat akam bilan yo'l nar tomoniga ekilganda xuddi o'sha triton. Faqat o'tgan yilgi ob-havo bilan bu yilgi ob-havoni ham anchagina farq bor. Teshigi chiqmagan o'tgan yil ekilganda bir dona. Ha, salqinroq bo'lsa, mana bu narsa kam bo'ladi. Teshigi yo'q bo'lgan tonna hisobida naqsga qaraganda 10 tonna ko'p beraveradi. Bu odatda sentyabrda birinchi 10 kunligicha bo'lsa ikkinchi 10 kunligicha bo'lgan muddatdagi brokollarda kuzatiladi odatda boshqa nakslarda ham boshqada. Chunki transpiransiya koeffitsiyenti yuqori bo'ladi o'sha issiq paytda. O'z-o'zida salqin havo bo'ladigan bo'lsa transpiransiya koeffitsiyenti kamayadi o'simlikda. Transpiransiya koeffitsiyenti kamaydi degani suv bilan oziqa kirib keladi, azot kirib keladi. O'shaning nisbati kamayadi. Qancha havo issiq bo'laverdim, shuncha transpiratsiya ortaveradi, azotni olaveradi tanaga. O'tgan yili mana shu narsani ekkanimizda tritonni shu degan mana hamkori ekan, urug'larni o'zlari bergan. 200 kilodan kaliy berganman. 300 kilo karbamid berganman, 400 kilo amafos bergan. Bo'ldi. Suvini misol uchun biz endi oxirgi quloq hali kelmay qolgan, kelgan bir dona tritonda teshi chiqmagan. Bultur bir dona kaliy hisobigami, ob-havoni hisobigami chiqmagan. Lekin o'tgan yil haqiqatan triton eng zo'r urug' bo'lgan. Bozorda ham qimmat sotilgan. Eng qimmat, rangi ham nisbatan, naqsga nisbatan. Ming so'm ransa qilgan. İlk tonnaga ham, kiloga ham 7, 8, 9 gacha olavergan bozor. Bu yil sal vaqtliroq ekib qo'ydik. 2-avgust ekilgan. Bu yil o'tgan yilga qaraganda havo quruq kelyapti, issiq kelyapti-da. yog'ingarchilik ham kam bo'ldi, quyoshli bo'ldi. Salqinlik ko'rish kerak ekanda. Ha, kaliy solinmagan. Kaliy solinmagan bu yilgi yerlarga. Oddiy emas, pomidorda ham pomidor zishligini ichini to'ldiradigan narsa kaliyda. Biz kaliyni o'rniga ham kaliy yetishmasa, po'stishga o'qiladi. Silitramini, amafosni, karbamidni haligi aytgan miqdordan kuchaytirib yuboryapmiz-da. Ha, karbamid bilan nimani miqdori ko'p, azotli oziqani nisbatan. Azotli oziqani. Hamida Shuhrat aka mana 300 grammda gul g'unchalari bordi. Hozir 800 grammda hali yo'qdi. Shuni yo'q. Shuni haligi ekanda plotnost katta ekanda. Rustam aka Mana biz qiladigan joyimizda Surxondaryoda iqlim issiq sovug'i nimada katta nima razницasi bor-da. Kontinentalность juda yuqori. Biza masalan ishni boshlayotganda birinchi masala programma tuzamiz-da. Oziqasi bilan keyin o'sha nima kasallikka qarshi balobat hammasini kuniga qilib programma tuzamiz. Lekin bu degani programma tuzildi bo'ldi, ish pishdi degani emas-da. Masalan, ob-havoni kelishiga qarab, o'sha yilda kelayotgan masalan oq pashshani miqdoriga qarab, yo bo'lmasam qanaqadir har xil qurtlar bo'lib qolishi mumkin. O'shanda uni programmani постоянно korrektirovka qilib turish kerak-da. Shu tomoni bor. Bu degani programma bo'ldi, hamma yoq pishib ketdi degani emas lekin. Yo'q. Lekin programma orqali ishlab turish korrektirovkasi dehqon tomonidan yondoshuv bo'lib turib o'shinga yursa, unda maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu dehqonchilikdagi shablon bilan qilib bo'lmaydi-da. Agar shablon bilan qilib bo'lganda agronom kerak bo'lmay qoladi. Endi narxiga keladigan bo'lsak 12 ming joydan 7,5 minggacha Toshkentga olib borib beryapmiz. Endi biz ham ikkinchi qo'lga olib borib beryapmiz. Birinchi qo'lga sotayotganimiz yo'q. Birinchi qo'lga chiqmayapti bizning mahsulotimiz. Yerimiz gektarimiz kam, ekayotgan yerdan. Yo, noto'g'rimi? Misol uchun bitta pora chiqazib berdi, kelyapti. Sizga mana $1 men sotdim. Hozirgi kungacha sotdim $1. 7,5 mingdan men posrednikka beryapman. Haligi o'rtakash odamga beryapman. Oldin popkaka qilib muz solib, haligi papalab qilib olib borardik. Hozir unaqa bo'layotgani yo'q. Hozir haligi teshigi bo'lmasa, gabarit zo'r bo'lsa, zo'r ketyapti. Naqs tritonda hali bittasi aybdorlik qiladi. Narx o'ynayapti, xolos bu yerda. 7,5 ming misol uchun hozirgi pulda yomon narx emas. Misol uchun bor, mana qarang, buni atqotini 4 mingni sotyapmiz. O'zini 7,5 ming eng pastini olaylik. Yomon pul emas. Ne qarasangiz mana 15 tonna sotdik deylik. 20 tonna ham shart emas. 15 tonnangiz ham qancha pul bo'lyapti? $10,000 dan oshyapti. $10,000 rasxod qilayotganimiz yo'q. Qilayotgan bo'lsak, mana shuga $2,000-2,500 rasxod. 4 million yer olyapmiz, haydatyapmiz, ishchi ishlatib, hali mahsulotlar juda ko'pda siz. $10,000 ga 5 gektar qilyapsiz. To'g'rimi? Ya'ni katta rasxod bo'layotgan joyi yo'q bu yerda. 80 million, 70 million foyda qilyapmiz. Kuzgi jarayonda kim bor qilayotgan? Qovun sotib kerak bo'lsa qila olmayapti. Yo, noto'g'rimi gapim? Qovun sotib topa olmayapti. Mana 1 gektar ekib turib 80 million. Bundan hech kim ziyon ko'rgani yo'q. Endi eksport olmasa Qozog'iston olyapti.
Qozog'iston olmasa O'zbekiston yeyapti. Bozorda eng mana 1,5 kilo, 2 kiloligini xotinim 6 ming, 7 ming, 8 ming sotyapti. O'tirib, ne ertalabda ko'tarani o'zida. Shuni iyul avgust oyida 70 mingga chiqib ketdi. Aka bozorlarda. Mana shu karamda hali hech kim ziyon ko'rgani yo'q, ziyon bo'lgani yo'q. Akaza ichki bozorda agar talab bo'lmasa, u kuchli. 70 mingga baholab bo'lmaydi uni. To'g'risida mana 7 mingdan sotgan taqdiringizda ham 10 ming dollar. 1 gektarga 10 ming dollar xarajat, 3 ming dollar xarajat qiling, 7 ming dollar foyda bor. Qovunni ola olmayapmiz. Talab bor, o'rgan. To'g'risida talab kuchli. Bu hozir yildan yilga bunga talab kuchli bo'lib ketyapti. Shundaga qarang. Eng asosiy narx-navo tushib ketgan manbaidan kelish kerak-da. Yetishtirayotgan dehqon o'zini mahsulotini majburiy ravishda, majburan, xuddi shu degan aytganda o'rtakashlarga sotyapti. Sabab yetishtirgan mahsulotini sotadigan, realizatsiya qiladigan joyi yo'q buni. To'g'ri, masalan bor, kelyapti. Lekin shu o'rtakash olganlar xuddi boya aytayotgan dalada 12 ming sotyapman degan narxda sotyapti ular. Bali o'zini mahsulotini 1 dollardan past bo'layotgani yo'q. Hozirgi kunda 1 dollardan kam emas narx-navo. Lekin biz kimlargadir olib borib beryapmiz, ular o'zlari upakovka sotadi. Nimaga? Biz ham majburmiz. Biz gektarimiz kam. Bitta fura chiqarib bera olmayapmiz. Fura ham pul. Bir kunda ham 2 kunda to'ldirib chiqazib berasizmi deyapti. Chiqaza olmayapmiz. Bu bilan gaplashyapman, bu aytayapti, menda chiqmayapti deydi. Unga gapirajam, unda chiqmayapti. Ilojimiz yo'q, o'rtakashga beryapmiz. Xolodilnik kerak, условия kerak, ответ хранения kerak. Ular yo'q-da dehqon. Dehqonda yo'q. Mana shu brokolini orqasidan hech kim yomon bo'lgani yo'q. To'g'risi ham-da bu gap.